В это перенаедь. Bu food blogeri nima deganini tushunmadim-u, lekin kasr-kusur qilib rosa ishtahani ochdi. Karomni bosh qismini olib qo'yib, qolgan qismi bilan ko'k pomidorni to'g'raymiz, qizil sabzi lavlagini qirg'ichdan chiqarib, tuz bilan yaxshilab ezib olamiz. Boya olib qo'ygan karomimizni qaynoq suvda pishirib olmasdan barglarini ajratib olamiz. Barg ichiga qiymani solib, do'lma shaklida o'rab olamiz. Do'lmalarni bankalarga joylashtiramiz. Ustidan tuz, shakar, olma sirkasi, qiymadan qolgan suv va oddiy suv bilan to'ldiramiz. Qopqog'ini yopib 3 kunga xonada qoldiramiz. Oshxonada ishlatadigan taxtakechlarimiz eng ko'p mikrob bakteriya yig'adi. Bizning o'zbekchilikda taxtakechlar tez-tez almashtirilmaydi. Hech bo'lmaganda haftada 2 marta babi parashok bilan yuvib tozalab tursak, mikrob bakteriyalardan ancha xalos bo'lamiz. Bu parashok 100% eko bo'lgani uchun sog'liqqa umuman zarari yo'q. Endi sizlarga tuzlamamni tayyor holatini ko'rsatay. Oradan 3 kun o'tdi. Ranglari, mazasi hammasi joyida. Endi esa ovozini eshitinglar.